Alo, qilgan davomiysiz? Baqirayotganim yo'q. Kerak bo'lsa baqiraman. Men bu Instagramda o'tiruvdim hozir. Umid degan uyi dizaynerini qiladigan bola bor ekan. Nomerini tashlayman hozir. Uylarni boshqatdan qildiramiz. Nima bo'pti 3 oy bo'lgan bo'lsa qilganingizga yo'q qilib berasiz menga. Menga zo'r qilib berasiz. Yo'q, men o'rtoqlarim qanaqa joylarda yashaydi? Qazo-qazolarni xotini o'chalar. Qilib berasiz, men bilmayman, boshqatdan hamma narsamni yengilab beradi. Baqiraman kerak bo'lsa, baqiraman. Tushundingizmi? Chatta qo'yib qo'yadi telefonni. Voy, adajon sifatli. Alo, assalomu alaykum. Adasi yaxshimisiz? Stulida qiynalmay ishlayapsizmi? Biz bu konditsionerda uylarda o'tiribmizdekkina. Charchab qolmadingizmi? Ustalar keldi, ko'rib ketishdi. Ha, yo'q, o'zingiz unaqa qiynamang. O'zi yaxshi-ku, hamma yoq. Ha. Chiroyli uylarda o'tirib. Chiroyli-ku, adasi, o'zingizni qiynab, qarzlarga botib unaqa qilmang. Men siz bilan adajonisi chaylarda yashashga ham roziman. Biz baxtli bo'lsak bo'ldi. Bor bo'ling, boringizga shukr. Bolalarimizni baxtiga sog' bo'lib yuring, adasi. Tezroq keling, yaxshi ovqat qilib qo'yganman. Rahmat, adasi.